Hammaga salom. Agar siz Arkane serialini ko'rgan bo'lsangiz, bu juda yaxshi. Agar hali ko'rmagan bo'lsangiz, birinchi serialni ko'ring, keyin ushbu videoni ko'ring. Birinchi bo'lib, Arkane nima? Qisqartirib aytganda, bu Piltover va Zaun. Piltover va Zaun emas, Vay bilan Jinx'ning ko'proq aloqasi bor. Vay bilan Jinx'ning hikoyasi bo'lyapti bitta ko'pincha. Va qo'shimcha nima desam bo'ladi? Chempionlarda Jace, Victor. Arkane'da biz ikkita shaharni ko'rdik, Piltover va Zaun. Bu ikki shahar Runeterra deb ataluvchi butun bir planetada joylashgan. Runeterrada 11 ta katta region bor. Demacia, Noxus, Freljord, Ionia, Piltover va Zaun, Bilgewater, Shadow Isles, Ishtal, Shurima va Targon. Har birining o'zining tili, o'zining madaniyati va o'zining chempionlari bor. Hozirda League of Legends o'yinida 172 ta chempion bor. League of Runeterra o'yinida bundan ham ko'proq, chunki League of Runeterra ko'proq lore bo'yicha kattalashgan. Hamma chempionlarni bitta videoda tushuntirib o'tmayman. Video qilib Piltover, Zaun, Jinx va hammasini tushuntirib o'taman. Video bo'lib sekin yangi videolar chiqadi. Lore bo'yicha, shu bo'yicha tushuntirib ketaman. Bu video Piltover va Zaunda qanchalik kichkina joyligini tushuntirib berish edi. Keyingi videolarda to'liq katta masshtabda ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.